Hammaga salom Manga Dunyo oilasi. Qalaysizlar? Charchashlar yo'qmi? Bugun sizlar bilan ko'pchilik izohlarda so'ragan va uzoq kutilgan Jazirama Sahroning Kum sehrgari asarining ikkinchi qismini birgalikda mazza qilib tomosha qilamiz. Keyingi qismlari tezroq chiqishini istasangiz, ushbu videoga like bossangiz, saytda manhva bo'yicha o'z fikringizni yozib qoldirsangiz, keyingi qismlarni ham tezroq chiqaramiz. Ha, aytgancha, o'zingizga yoqqan manga, manhva yoki shu turdagi videolarga homiylik qilishingiz mumkin. Bu uchun shunchaki biz bilan Telegram orqali bog'laning. Telegram havolasi video opisaniyasida. Yana bir ajoyib yangilik. Ushbu manhvaning 26 ta bobi allaqachon mangadunyo.uz saytimizga o'zbek tilida joylab qo'yganmiz. Agar ushbu videodan keyin keyingi qismlarni kutishni istamasangiz, video ostidagi havola orqali yoki brauzeringizga mangadunyo.uz deb yozib, hoziroq manhvasini o'qishni boshlashingiz mumkin. Balki sizga yoqadigan boshqa qiziqarli asarlarni ham saytimizdan topib, mazza qilib o'qirsiz. Xullas, videoni boshlashdan oldin har doimgidek sizlardan bir iltimos. Agar mangadunyo.uz saytida Jazirama Sahroning Kum sehrgari sahifasi ostida 50 ta turli odam izoh qoldirsa va ushbu videoga 1700 ta like yig'ilsa, keyingi qismini o'sha kunning o'zidayoq kanalga joylaymiz. Oldindan barchangizga rahmat. Endi esa ko'p kuttirmaymiz. Yoqimli tomosha. Ziyon faqat qo'llari bilan mahkam osilib qolganigina sabab tirik qoldi. Sal bo'lmasa tanasi qaynab turgan lavaga tushib ketardi. Shunga qaramay u taslim bo'lmadi. Birozgina lava meni qo'rqita olmaydi, dedi u tishlarini g'ijirlatib. Yana bir bor zo'rg'a omon chiqib, nafasi bo'g'ziga tiqilgancha o'ziga keldi. Ammo qo'rquv o'rnini g'azab egalladi. Butun nafrati uni bu yerga o'limga tashlab yuborgan ablah manhoga qaratilgandi. Tirik chiqsam seni o'z qo'llarim bilan o'ldiraman deb qasam ichdi Ziyon. Birozdan so'ng u o'zini bosib oldi. Hozir eng muhimi tirik qolish edi. Qanday bo'lmasin, yashab chiqishga qat'iy qaror qilgandi. Oldinda yana atigi 4 ta sakrash qolgan edi. Eng baland nuqtaga yetib olsa, muqarrar o'limdan qutulardi. Endi u bir soniya ham ikkilanmay, bor kuchi bilan oldinga otilishga qaror qildi. Zeon hayotini bunaqa la'nati zindonda tugatish niyatida emasdi. Men to'xtamayman degan so'zlar uning qat'iy qasamiga aylandi. Endigina unda umid uchquni paydo bo'lganida, birdan lava ichidan Godzillaga o'xshash ulkan maxluq o'tilib chiqdi. U Zeonni bir lahzada og'ziga qamab, yana qaynab turgan lavaga sho'ngidi. Qizig'i, maxluq hech narsa bo'lmagandek yo'lda davom etdi. Ammo oradan ko'p o'tmay, ko'zlari tepadagi qoya tomonga qadaldi. Zeon tirik qolgan edi. U qandaydir yo'l bilan nargi tomonga o'tib, bor kuchi bilan qoyaga osilib olgandi. Bu og'ir sinov unga yangi narsani o'rgatdi. Endi u vulqon kulini ham ma'lum darajada boshqara olardi va aynan shu qobiliyat hayotini saqlab qolgandi. U maxluqning tumshug'i yoniga tushdi. Dahshatli issiqdan hushidan ketay dedi. Bu zindonning o'zi undagi maxluqlardan ham xavfliroq edi. Hozirgi vaziyatda Ziyon nafas olishning o'zi ham azob ekanini his qilardi. Ichkaridan burni kuyayotgandek tuyular, nafasi tobora og'irlashardi. Hushi asta-sekin xiralashib, o'lim haqidagi fikr yana xayolidan o'tdi. Ammo u taslim bo'lishni istamadi. Avval aytgan so'zlarini eslab, yana o'rnidan turdi. Men hali sevgili ham topganim yo'q. Shunday joyda o'lish adolatdan emas, deb o'ziga kuch berdi. So'ng vulqon kulini boshqarib, keyingi qiladigan ishi uchun ichida amakisidan uzr so'radi. Xuddi shu payt ulkan maxluq yana bir bor lava ichidan otilib chiqdi. Ziyon tirik qolish uchun bor kuchi bilan qarshi hujum qildi. To'satdan qayerdandir bir ovoz yangradi. U Ziyonning noodatiy qobiliyatini maqtardi. Kutilmagan ovozni eshitgan Ziyon darrov sergak tortib, uning egasiga hayrat bilan qaradi. Shu ovoz Ziyonning kumni boshqarish qobiliyatiga katta qiziqish bildirardi. Oradan ko'p o'tmay, osmondan bir qariya pastga tushib, xuddi osmondan yuborilgan najotdek uning hayotini saqlab qoldi. Yerga yetishdan oldin u qilichini mahkam ushladi va bu holat Ziyonni hayratda qoldirdi. Qariya mislsiz tezlik bilan pastga sho'ng'ib, ulkan maxluq tanasiga dahshatli zarba berdi. Bitta zarbaning o'zi kuchli zarba to'lqinini hosil qilib, hatto lava oqimini ham o'zgartirib yubordi. Har tomonga tosh va parchalangan jinslar uchib ketdi. Ziyon esa zarba kuchidan sal bo'lmasa halok bo'lardi. U qo'rquvdan qaltirab ketdi. Quloqlari shangillab, bir muddat hushini yo'qotay dedi. Oldinga qaraganida esa maxluq teng ikkiga bo'linganini ko'rdi. Qarshisida turgan bu odam oddiy uyg'ongan emas, mutlaqo boshqa darajadagi jangchi edi. Go'yo u bu dunyoning eng qudratli jangchilaridan biri edi.
Qariya xotirjam yana bir qadam tashladi. Har bir qadami yer u toshni larzaga keltirardi. Zion esa uning qudratiga mahliyo bo'lib qotib qolgandi. Qariya undan ismini so'radi. Bola indamaganini ko'rib, 3 gacha sanayman. Javob bermasang oqibati yomon bo'ladi dedi. Sanoq boshlandi. 1 degan zahoti Qariya allaqachon Zionning qarshisida paydo bo'ldi. Ammo u hujum qilmadi. Nega buncha qo'rqib qolding dedi. Aslida esa Zion quloq pardalari shikastlangani uchun uning ovozini deyarli eshitmayotgandi. Buni bilmagan Qariya qilichini sug'urdi. Shu payt Zionning eshitishi tiklanib, u vahima bilan "Hech narsani tushunmayapman. Iltimos meni o'ldirmang" deb yolvordi. Bu javob Qariyaning qiziqishini yanada oshirdi. Qariya bolaning umuman umidsiz emasligini bilib xursand bo'ldi. U yana ismini so'radi. "Mening ismim Zion" dedi yigit. Buni eshitgan Qariya kulib yubordi. "Qanaqangi bachkana ism ekan" dedi u. Zion esa ichida "O'zingning isming zo'rmikin" deb o'yladi. Shu payt Qariya ulkan qo'yani bitta zarba bilan parchalab tashladi-da, "Mening ismim Dioden" dedi. Ammo bu ism Zion uchun hech narsani anglatmasdi. Qariya uning hayron turganini ko'rib sababini so'radi. Zion esa jahl bilan "Hech sabab yo'q. Meni ahmoq deyapsiz. Yana qo'rqityapsiz. Hayotimni saqlab qolganingiz uchun minnatdorman, lekin nega bunaqa muomala qilyapsiz" dedi. Dioden yana uni ahmoq deb atab, bolaning qandaydir tuzoqqa tushib qolganini tushuntirdi. Buni eshitgan Zion darrov tafsilotlarni so'radi. Diodenning aytishicha, tuzoq zindondagi mana me'yordan oshib ketganda paydo bo'ladi. Zindon qulab tushmasligi uchun ortiqcha manani tashqariga chiqaradigan yangi kirish nuqtasini hosil qiladi. Shu bilan birga, u atrofdagi barcha tirik mavjudotlarni ham o'ziga tortadi. Mana shu hodisa tuzoq deb atalardi. Dioden bunday holatni deyarli hech kim boshidan kechirmasligini aytib, Zionning omadi nihoyatda omadsiz ekanini ta'kidladi. Bu gap Zionning manxudan qasos olish istagini yanada kuchaytirdi. So'ng Dioden yana uni ahmoq deb atab, manasini ko'zlariga jamlashni buyurdi. Avvaliga Zion hech narsani tushunmadi, ammo aytilganini qilgach, dunyoni butunlay boshqacha ko'ra boshladi. Mana yordamida ilgari sezmagan narsalarni ko'rib, qarshisidagi dahshatli manzaradan qotib qoldi. Dioden esa uning nihoyat vaziyatni anglaganidan mamnun edi. Zion ko'rgan sehrli maxluq yashirinib harakatlana oladigan xavfli jonzot edi. U o'ljasi nima bo'lganini anglamasdan turib, uni bir lahzada yo'q qilardi. Xuddi Zionni yutib yuborishga sal qolganidek. Eng dahshatlisi, bu maxluq butun vaqt davomida uning qarshisida turgan bo'lsa ham, Zion undan hech qanday xavfni sezmagandi. Dioden avval qo'yani ikkiga bo'lganda, aslida mana shu ikkinchi maxluqni ham yo'q qilgan ekan. Agar Qariya yordam bermaganida, Zion nima bo'lganini ham tushunmay halok bo'lardi. Demak, Dioden uning hayotini 2 marta saqlab qolgandi. Zion Qariyaning aslida kimligini so'radi. Dioden esa yana ahmoq deb atab, "Men shunchaki Diodenman" dedi. Zion hayrat bilan uning bunchalik kuchli bo'lishining sababini so'raganida, Qariya xotirjam. "Biz zindon ichidamiz. Bu mening ov maydonim" deb javob berdi. Dioden Zionga diqqat bilan qarashni buyurdi. "Hozir senga nimalarga qodir ekanimni ko'rsataman" dedi u. So'ng qilichini sug'urib, "Krayon!" deb baqirdi. Shu zahoti atrofni kuchli zarba to'lqinlari qopladi va Zion quloqlarini bekitishga majbur bo'ldi. Avvaliga u hech narsani tushunmadi, ammo atrofiga qaraganida zindon olov qushlarga o'xshash son-sanoqsiz maxluqlar bilan to'lib ketganini ko'rdi. Dioden kulib, "Endi o'zing tirik qolish yo'lini top" dedi. Shu tariqa Zion yana hayot-mamot jangining o'rtasida yolg'iz qoldi. U atrofga alanglab chiqish yo'lini izladi, ammo har tomondan qurshab olinganini angladi. Maxluqlar shu qadar tez ediki, u ularning hujumlaridan qochishga ulgurmasdi. Ular tinmay zarba berib, kiyimlarini yirtib tashlay boshlashdi. Zion esa qochishning hech qanday yo'lini topolmadi. Shu payt Zion bir narsani payqadi. Maxluqlar negadir qayta-qayta aynan uning chap tomoniga hujum qilardi. U boshni ko'tarib uchayotgan jonzotlarga qum otishga urindi, ammo ular hujumlarning barchasidan osongina qochib, javoban ketma-ket zarbalar bera boshlashdi. Zion o'zini Dioden bilan solishtirib, mutlaqo ojiz ekanini his qildi. Har tomondan yog'ilayotgan hujumlardan yuzni asrash uchun qo'llari bilan boshni berkitishga majbur bo'ldi. Shu ahvolda davom etsa, tez orada halok bo'lishini tushundi. Uni 2 marta qutqargan Qariyaning ishonchini oqlay olmasligi o'ziga alam qilardi. Shunda Diodenning "Ko'zing bilan emas, mana orqali ko'r" degan nasihati yodiga tushdi. O'zini ojiz deb hisoblagan bo'lsa ham, Zion taslim bo'lmadi
va ko'zi ilg'amaydigan dushmanlarni mana yordamida sezish yo'lini izlay boshladi. Zion manasini asta-sekin ko'zlarga jamlay boshladi. Har safar yangi manga yoki manhva topasiz, ammo uning o'zbekcha tarjimasini topa olmaysizmi? Endi bunga yechim bor. mangadunyo.uz dunyodagi eng mashhur manga va manhvalarni sifatli o'zbekcha tarjimada o'qishingiz mumkin bo'lgan platforma. Sevimli mangalaringiz endi bir joyda. Hoziroq mangadunyo.uz saytiga kiring va sevimli manga hamda manhvalaringizni o'qishni boshlang. O'zbek tilida sifatli manga o'qish aynan shu yerdan boshlanadi. U har safar manani yanada tozaroq holga keltirib, Diaden aytganidek uning oqimini his qilishga urinardi. Nihoyat urinishlari samara berdi. U maxluqlar ichidagi mana oqimini seza boshladi. Endi ularni kuzata olardi. Maxluqlardan biri yaqinlashishi bilan Zion eng qulay fursatda zarba berib, o'ziga hujum qilayotgan ikkita olov qushini yiqitdi. Shu paytda Diaden esa undan ham ulkan maxluqlar bilan jang qilib, bundan zavqlanayotgandek ko'rinardi. Qachon oxirgi marta bunchalik hayajonlanganimni ham eslolmayman, dedi u. So'ng oldinga otilib, bahaybat timsohga o'xshash maxluqqa dahshatli musht tushirdi. Zarba shu qadar kuchli ediki, jonzot bir zumda teng ikkiga bo'linib ketdi. Maxluqni yo'q qilgach, Diaden hafsalasi pir bo'lib, bu raqib ham o'ziga munosib emasligini aytdi. Diaden chuqur xo'rsinib, yoshlik davriga qaraganda zindonlar soni ancha kamayib ketganini aytdi. Shu payt Zion ulkan timsohsimon maxluqning shunchalik oson mag'lub bo'lganini ko'rib, unga hatto biroz achinib ketdi. U Diadenning bu bahaybat jonzotni oddiy kaltakesakdek bir zarbada yo'q qilganiga hali ham ishona olmasdi. O'zi esa kuchdan qolib, ahvoliga achchiq kulib qo'ydi. To'satdan dahshatli zarba to'lqini uni tizzasiga qulatdi. Kuchli bosimdan qoniqib, ko'ngli aynib qusdi. Zo'rg'a oyoqqa turgach, "Nima bo'ldi?" deb so'radi. Diaden xotirjam ohangda bu aslida zindon xo'jayinining o'kirg'i ekanini tushuntirdi. Uning aytishicha, har bir zindonning oxirida yakuniy boshliq bo'ladi va u aynan shu maxluqni ovlash uchun bu yerga kelgan edi. Shu onda osmondan ulkan ajdahosimon jonzot pastga qo'ndi. Diaden uni Qizil Drake deb atadi. Drake degan so'zni eshitgan Zion darrov, "Demak bu ajdahomi?" deb so'radi. Ammo Diaden bosh chayqab buni rad etdi. U hatto haqiqiy ajdaho o'rniga atigi B darajali maxluq bilan jang qilishiga afsuslandi. Shunga qaramay bu Drake nihoyatda xavfli edi. Uning atrofini kuchli himoya maydoni o'rab turardi. Zion esiga tushirdi. B daraja va undan yuqori maxluqlar odamlarga o'xshash o'ziga xos qobiliyatlarga ega bo'ladi. Uyg'onganlar tasnifiga ko'ra, qizil aura yaqin masofadagi jangchini bildirardi. Ammo Drake'ni o'rab turgan aura moviy rangda edi. Demak, u sehr turdagi maxluq deb baqirdi Zion. Shu zahoti Drake ularga qarata qora alangani otdi. Zion qo'rquvdan qotib qoldi, hatto og'zini ham yopa olmadi. Aynan o'sha paytda Diaden bir sakrashda alangaga qarshi otilib, ulkan qilichni Drake'ning boshiga bor kuchi bilan tushirdi. Drake tezda o'ziga kelib, o'tkir tirnoqlari bilan Diadenga tashlandi. Diaden zarbani krayon usuli bilan qaytarishga urindi, ammo kutilmaganda Drake uni panjalari orasiga qisib oldi. Maxluq bu imkoniyatdan foydalanib, juda yaqin masofadan olov purkamoqchi bo'ldi. Biroq Diaden chaqqonlik bilan uning og'zini mahkam yopib, alangani ichida qamab qo'ydi. "Og'riq nimaligini his qilyapsanmi?" dedi u sovuq ohangda. "Xavotir olma, hozir bu azobingni butunlay tugataman." So'ng qilichini mahkam ushlab, yana hujumga o'tdi. "Bugun sening oxirgi kuning", dedi u Drake'ga. Shu paytda Zion esa jon saqlash bilan ovora edi. U bunday dahshatli jang o'rtasida na hujum qila olar, na o'zini himoya qila olardi. Shunda u qumni boshqarish qobiliyatidan foydalanib, ortida qum devori hosil qildi va kuchli zarba to'lqinlaridan saqlanishga urindi. Zion ikkalasiga qarab, "Borib boshqa joyda urushinglar", deb baqirdi. U oddiy zarba to'lqinlarining o'zi nega bunchalik dahshatli ekaniga hayron edi. Diaden esa aksincha, jangdan zavqlanardi. Hatto kulib, "Xuddi attraksionda yurgandek bo'lyapti", dedi. Shu payt yana bir kuchli zarba to'lqini Zion tomon yopirildi. Bu safar u javob qaytarishga ham ulgurmay, zarbadan uzoqqa uchib ketdi. Yerga qattiq urilib, to'g'ri magma tomonga uloqtirildi. O'lim yaqinlashayotganini anglagan Zion ichida, "Nahotki sevgili ham topolmay shunday o'lsam", deb o'yladi. Shu payt voqea yana Diadenga ko'chdi. U Zionning ahvoliga umuman e'tibor bermay, Drake'ni mazax qilishda davom etdi. Hatto uni boshliqlar ichidagi eng ojiz maxluq deb haqorat qildi. G'azabdan quturayotgan Drake yana olov purkash uchun kuch to'play boshladi. Buni ko'rgan Diaden kulimsirab qo'ydi.
Dioden zaif ko'ringan bu maxluqning bunaqa qiziqarli hujumi borligini kutmagandi. Drake butun sehrli kuchini jamlab, dahshatli olov purkadi. Qora alanga havoni yorib o'tib, yo'lidagi deyarli hamma narsani kulga aylantirar, oldinga siljigan sari tobora kattalashardi. Birozdan so'ng qizil Drake Dioden allaqachon kulga aylanganiga ishondi. Ammo ortidan "Meni qidiryapsanmi?" degan ovoz yangrashi bilan u dahshatga tushdi. Ortiga o'girilganida Diodenning tanasi ustida xotirjam cho'kkalab o'tirganini ko'rdi. Qilich maxluq tanasiga qariyb 1 metr chuqurlikkacha kirib ketgandi. Dioden krayonni kuchaytirish uchun qizil Drakening yuragi kerakligini aytdi. "Shuning uchun sen o'lishing kerak", deya qilichni yanada chuqurroq botirdi. Sehrli kuch maxluq tanasiga yoyilishi bilan Drake azobdan tipirchilay boshladi. Dioden zaif ko'ringan bu maxluqning bunaqa qiziqarli hujumi borligini kutmagandi. Drake butun sehrli kuchini jamlab, dahshatli olov purkadi. Qora alanga havoni yorib o'tib, yo'lidagi deyarli hamma narsani kulga aylantirar, oldinga siljigan sari tobora kattalashardi. Birozdan so'ng qizil Drake Dioden allaqachon kulga aylanganiga ishondi. Ammo ortidan "Meni qidiryapsanmi?" degan ovoz yangrashi bilan u dahshatga tushdi. Ortiga o'girilganida Diodenning tanasi ustida xotirjam cho'kkalab o'tirganini ko'rdi. Qilich maxluq tanasiga qariyb 1 metr chuqurlikkacha kirib ketgandi. Dioden krayonni kuchaytirish uchun qizil Drakening yuragi kerakligini aytdi. "Shuning uchun sen o'lishing kerak", deya qilichni yanada chuqurroq botirdi. Sehrli kuch maxluq tanasiga yoyilishi bilan Drake azobdan tipirchilay boshladi. Dioden buni eshitib biroz taassurotlandi. Ammo hozir bundan ham muhimroq masala bor edi. U birdan Zionning yoqasidan ushlab, xuddi hech narsani tushunmaydigan bolani ko'targandek havoga ko'tardi. "Zindon boshlig'i o'ldi. Endi zindon qulay boshlaydi. Darhol chiqishimiz kerak", dedi u. Zion esa nega buning uchun o'zini yukdek ko'tarib olganini tushunmay hayron bo'ldi. Shunda Dioden qah-qah otib kuldi. Ammo bu kulgi uzoq davom etmadi. U hech qanday ogohlantirishsiz Zionni oldilarida ochilgan kichkina qora yoriq ichiga irg'itib yubordi. Ortidan esa beparvolik bilan "Ko'rishguncha!" deb baqirdi. Havoda uchayotgan Zion bilgan barcha so'kinishlarni ishlatib, Diodenni hatto Park Manhodan ham battar telba deb atadi. Oradan bir lahza o'tmay, u qora yoriqning narigi tomoniga otilib chiqdi va kum ustida bir necha marta dumalab ketdi. Zion og'zidagi qumlarni tuflab, boshi aylanib turgan holda "Men yana qayerga kelib qoldim?" dedi. Dioden xotirjam javob berdi. "Yer yuzidasan. Zindon boshlig'i o'lgach, tashqariga olib chiqadigan yoriqlar ochiladi." Buni eshitgan Zion jahli chiqib, "Unda meni axlatdek uloqtirmay, oddiy chiqib ketsak bo'lmasmidi?" dedi. Shu payt Diodenning sabri tugadi. U Zionning kum qobiliyati foydali ekanini tan oldi. Ammo hozirgi holatda u o'tmas pichoqdan ham befoyda ekanini aytdi. So'ng unga 2 yo'lni taklif qildi. Birinchisi, yangi Soul shahriga qaytib, avvalgidek hech kim bo'lmay yashash. Ikkinchisi esa uning qo'l ostida mashq qilib kuchayish. Zion hayron bo'lib, bu qancha vaqt olishini so'radi. Dioden esa beparvo. "Bilmayman, balki oylar, balki yillar, balki 10 yillar" deb javob berdi. Hatto Diodenning o'zi ham kelajakni oldindan ayta olmasdi. Hayotini butunlay o'zgartiradigan tanlov qarshisida turgan Zion nima qilishni bilmay qoldi. Dioden esa hammasini juda qo'pol tushuntirdi. "Eski zerikarli hayotingga qayt yoki men bilan yurib, har kuni o'lish xavfi juda yuqori bo'lgan yo'lni tanla", dedi u. Buni eshitgan Zion telbalarcha kulib yubordi va qariyaning aqlidan o'zganini aytdi. So'ng hazillashib, "Meni uyda hashamatli saroy, yumshoq karavot kutyapti. Hammasini tashlab, badbo'y qariya bilan cho'llarda yurishimni kutyapsanmi? Ustiga ustak, istalgan payt o'lib qolishing ham mumkin", dedi. Dioden esa xotirjam, "Ha, aynan shuni kutyapman", deb javob berdi. Zion chuqur xo'rsinib, go'yo bu qarorni qabul qilish uning uchun juda og'irdek ko'rinishga harakat qildi. Shunga qaramay, Zion Diodenga ergashishga rozi bo'ldi. U kimdir uni haqorat qilsa, albatta javob qaytarishini, ammo hozircha buning uchun kuchi yetmasligini tan oldi. Keyin hazillashib, Dioden ham qasos olinadigan odamlar ro'yxatida ekanini aytdi. Shundan so'ng u Diodenni hozirgacha uchratgan eng kuchli inson deb maqtadi va undan kuchliroq odamni boshqa uchratmasligiga ishonishini aytdi. O'ziga bo'lgan ishonchi haqida gapirayotganida Dioden uni bo'lib, "Demak, tezroq o'rishga ham tayyorsan", deb masxara qildi. Zion bunga rozi bo'lmadi. Mushtini mahkam qisib,
men hammadan kuchli bo'laman, dedi. Dioden esa kulib, shu kayfiyatda davom etsang, qabristonga hammadan oldin yetib borasan. Ahmoq, ortimdan yur. Oldinda hali juda uzoq yo'l bor, deb javob berdi. Oradan biroz vaqt o'tib, voqea davom etdi. Zion terga botgan holda Diodenning ortidan zo'rg'a yetib borardi. U baqirib, "Sekinroq yuring, 6 soatdan beri to'xtamasdan yuribmiz. Hech bo'lmasa biroz dam olaylik", dedi. Ammo Dioden uning gaplariga mutlaqo e'tibor bermay, indamay yurishda davom etdi. Zion jahli chiqib, o'ziga o'zi gapira boshladi. Atrofdagi jazirama chidab bo'lmas darajada bo'sh qum esa har bir qadamni yanada og'irlashtirardi. Shu ketishda issiq urib yiqilishidan qo'rqayotganida, Dioden nihoyat unga qaradi. Go'yo aynan shu lahzani kutgandek, "Ahmoq, o'z kuchingning kichkina qismini ham ishlata olmayapsan", dedi. Zion hayron bo'lib turganida, har safar yangi manga yoki manhva topasiz. Ammo uning o'zbekcha tarjimasini topa olmaysizmi? Endi bunga yechim bor. mangadunyo.uz dunyodagi eng mashhur manga va manhvalarni sifatli o'zbekcha tarjimada o'qishingiz mumkin bo'lgan platforma. Sevimli mangalaringiz endi bir joyda. Hoziroq mangadunyo.uz saytiga kiring va sevimli manga hamda manhvalaringizni o'qishni boshlang. O'zbek tilida sifatli manga o'qish aynan shu yerdan boshlanadi. Qariya unga qumni boshqarish qobiliyatiga ega bo'lsa ham, oddiy qum ustida to'g'ri yurishni ham uddalay olmayotganini aytdi. Shu sababli u har bir qadamini mana bilan boshqarishni o'rganishi kerakligini ham qo'shimcha qildi. Diodenning aytishicha, bu Zion uchun eng oson ish bo'lish kerak edi. Zion esa o'zini oqlab, atigi bir necha kun oldin uyg'onganini va hali F daraja ekanini aytdi. Buni eshitgan Dioden darrov jahli chiqdi. "Bema'ni gaplarni bas qil. Menga darajangning qizig'i yo'q", dedi u. So'ng, "Nima? Seningcha hamma tug'ilganidan S daraja bo'ladimi? Faqat sening omading kelmagan deb o'ylaysanmi?" deya so'radi. Dioden Zionning yoqasidan ushlab, "Qobiliyating yo'q deb taslim bo'lmoqchimisan?" deb baqirdi. Oxiri uni yana qumga tashlab, "Qobiliyatingni qanday ishlatishni o'zing top. Miyangni ishlat, kuchingni tushun. Kuchayishni istasang, avval o'zingni angla", dedi. Zion qariyaning gaplari mantiqli ekanini o'ylay boshlaganida, Dioden yana baqirib, "Buni uddalay olmasang o'lasan", deb qo'rqitdi. Zion yana boshqatdan urinib, bor e'tiborini qobiliyatiga qaratdi. U hozircha qumni atigi 5 metr radiusda boshqara olishini bilardi. Atrofni kuzatar ekan, qum faqat to'ppiqqacha ekanini payqadi. "Agar uni poldek qattiq qilsam, kamroq kuch sarflayman", deb o'yladi. U qumni siqib, mustahkamlashga harakat qildi va nihoyat bunga erishdi. Endi jazirama cho'lda yurish ancha osonlashdi. Ammo bu usul juda ko'p mana sarflayotganini sezib, uzoq davom ettira olmasligini tushundi. Shunda u ikkinchi usulni sinab, manani oyoqlariga jamladi. Bu ham kutilganidan yaxshiroq natija berdi. Zionning qayta-qayta urinayotganini ko'rgan Dioden sezdirmay kulimsiradi. U yoshligidagi g'ayratli kunlarni esladi. Zion esa hali ham o'zini oddiy F daraja deb hisoblayotgan bo'lsa-da, aslida u asta-sekin o'z chegaralarini ortda qoldira boshlagandi. Dioden esa Zionning mana boshqaruv va salohiyati kamida E yoki D daraja bo'lishi kerakligiga ishonardi. U bolaning ichida katta iste'dod borligini ko'rardi. Shu payt Zion yangi usulni topib, quvonch bilan Diodenning oldiga yugurdi. "Men faqat oyog'im tegayotgan qumni boshqaryapman. Endi yurish ancha oson", dedi u. O'ziga ishonchi oshib ketgan Zion hatto qariyani masxara qilgandek bo'ldi. Javoban Dioden uning boshiga qattiq musht tushirdi. "Bekorchi narsalarga vaqt sarflama. O'lging kelmasa jiddiy bo'l", dedi u. Zarbadan Zion darrov hushidan ketdi. Ko'zini ochganida yuzi qumga bosilib yotganini ko'rdi. Bir chetda quritilgan go'sht chaynab o'tirgan Dioden, "Nihoyat uyg'ondingmi? Seni shu yergacha ko'tarib kelishning o'zi azob bo'ldi", dedi. Zion esa o'rnidan turishga urinarkan, butun tanasi og'riqdan zirqirayotganini his qildi. Qariya Zionga bir bo'lak quritilgan go'sht uloqtirdi. So'ng unga diqqat bilan yoshligidagi voqeani eshitishni buyurdi. Uning aytishicha, o'sha davrlar ancha yaxshi edi. O'shanda kuchsiz bo'lish o'lim hukmi emas, aksincha, kuchlilar zaiflarni himoya qilishni o'z burchi deb bilishardi. Ammo bu zamonlar allaqachon ortda qolgan edi. Hikoya tugashi bilan Dioden, "Agar o'lishni istamasang, tur o'rningdan", dedi. Bu safar Zion indamay ustozning gapiga quloq soldi. Dioden unga yana bir bo'lak quritilgan go'sht tashladi. Shu qisqa suhbatning o'zi Zionga qariyaning oddiy odam emasligini anglatdi. U tashqaridan qaragandek ko'rinsa ham, ortida o'nlab yillik tajriba yashirin edi.
Diodenning qattiq quritilgan go'shtni hech qanday qiynalmasdan chaynayotganini kuzatar ekan. Ziyon uning buni qanday uddalayotganini asta-sekin tushunib yetdi.